Kipirgini tika qilib bo'lmaydi deysiz. Kipirgini tika qilib bo'lmaydi deyishingiz gunoh siz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deysiz. Qalampirni qo'lga berib bo'lmaydi deyishingiz gunoh. Katta kapalak kelsa Qur'on o'qiydi deysiz. Katta kapalakni ko'rib arvoh kapalaydi Qur'on o'qishingiz gunoh. Manu kuni kir yuvib bo'lmaydi, mo'y kuni tirnoq olib bo'lmaydi deysiz. Shuni deyishni o'zi gunoh. Ko'ryapsizmi? Bundan nima bo'lyapti? Bundan shuki, Alloh nima dedi? Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmaysanmi? Bilgandan so'ra deydi. Din bu o'yinchoq emas bu. Din bu qurilish emas. Qurilishda fikr bildirsangiz bo'ladi. Aytini mina qil, ustundan orasini katta qil, o'qil, buqil, bu naqshni olib tashadi. Dindan olisham, dinga qo'shisham eng katta gunoh kabira. Alloh al-yawma akmaltu lakum dinakum deb bo'lgan. Men diningni 100% qilib bo'lganman deydi. Siz bilan mandaqangi bilimdonlarning bilimi kerak emas dinga. Biz o'qib o'rgansak bo'ldi, unga qo'shisham gunoh, undan olisham gunoh. Shuni kim qo'shyapti? Kipirgini tika qilib bo'lmaydi, kipirgidan oxlab bo'lmaydi, kipirgi tegsa falokat bo'ladi. Mana isiriq diniy narsadir. Kim qo'shyapti ekan? Ilmsiz, bilimsiz johillar qo'shyapti. Bir kunda ikkita kelin olib bo'lmaydi. O'lgandan keyin mina qilish kerak, o'qilish kerak, tolg'on qilish kerak. Kim qilyapti shu ishlar? Nimaga indamaymiz? Biz erkak bo'lib, mana xo'p ayollar-ku